Menga faqat to'g'risini aytinglar. Unga mana shunaqa yomg'irda, ko'chada zontiksiz aylanish yoqadi. Bitta reels bor edi, Instagramda ko'rib qoldim. You hate the rain? Who even can hate the rain? Shunaqaroq edi-da, xullas. Bitta qiz aytadi. To'g'risini esa hozir bitta joyda o'tirgandim, mashinada edim. Qarasam, yog'yapti yomg'ir, to'xtash niyati yo'q umuman. To'xtadim keyin men o'zimga. Shu yerda chiqmasa bo'lmaydi bu yo'g'i. Sizlarga ko'ryaptimi yo'qmi? Binolar anaqasiga qarasaylik. Agar imkoninglar bo'lsa, mana shunaqa qilib aylanib turinglar bir. Bu juda ham yaxshi bog' to'tqizish. Juda ham yaxshi terapiya desa bo'ladi. Men hozir yengilroq kiyinib olganman, albatta. Ammo men tez yana kirib ketmoqchiman-da mashinaga. Sizlar agarda ko'proq yurishni xohlasanglar, albatta issiqroq kiyinib olinglar. Shu bilan birgalikda o'zi Toshkentning markazi juda ham bir chiroyli joy. Hozir yomg'ir fonida hamma zontiklar ko'tarib olgan. Shunaqangi kurtkalarda kiyinib olishgan. Hamma joy ho'l. Juda ham bir zo'r turibdi. Hamma joyi ham o'sha go'zal. Come to Tashkent. There's so beautiful center in Tashkent. And the rain is awesome today. It's the Uzbek big band. London has big band. Uzbekistan has that type of cock. Mana shunaqa gapi. Bir aylangim keldi shunchaki. Chiqinglar ham. Aylanamiz.